Koreyada bugun dolma qilib ko'ramiz. Do'kondan bitta yangi karam oldimda hammasini ko'tidan kesib, tug'ilganiga pushaymon qilib ajratib oldim. Ko'zimga chiroyli ko'ringan barglarni alohida oldimda, tovani suvga to'ldirib, issiq suvga bo'ktirdim bular. To'g'risini aytsam, O'zbekistondagi paytimdan faxrlanaman. Onam har doim nima ovqat qilsalar, doim qarashib ovqatlarni o'rganganman. Shuning uchun ovqat qilishga uncha qiynalmayman. Bu yerda esa go'shtlarni maydalab to'g'rab oldim. Piyozlarni ham xuddi shunday qilib maydalab to'g'rab olamiz. Keyin esa qiymamizga guruchni solamiz. Yanada mazaliroq chiqishi uchun esa tabizga qarab aralashmalarni qo'shishingiz mumkin. Keyin esa hammasini bir qilib yaxshilab aralashtirasiz. Qiyma tayyor bo'lguncha tovadagi karam ham tayyor bo'lib qoladi. Yaxshiroq va chiroyliroq o'ralish uchun esa qattiq joylarini o'tkazasangiz, undan ham zo'r chiqadi. Xuddi shunday qilib sekin-asta har bittasini o'rab olamiz. Tovaga tushishga tayyor. Ko'pchilik sho'rvasi bilan qilishni yoqtiradi, lekin menga quruq o'zi yoqadi. Tovaga kamroq suv quyib va bir qaynab chiqqanidan keyin issiqlikni pasaytirib qo'ysangiz, do'rmalaringiz ochilib, titilib ketmaydi. Oradan yarim soat 40 minut o'tgach qarab ko'rsangiz, o'zi pishib qolishga kelgan bo'ladi. Chetdan qaraganda bu juda ham oddiy narsaga o'xshaydi, lekin Koreyada musofirda yurganlar uy ovqatining qadrini juda ham yaxshi bilishadi. Har doim ovqat qilganimda ortiqcha bo'lib qolib ketyapti. Agar Hansung universiteti yaqinida yashasanglar, birga yeyishimiz mumkin. Buni ko'rib emas, yeb ko'rsangiz, ta'mi juda ham boshqacha. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Koreyaning hayotini birga ko'rib boramiz.